Xonadonda Guliston tuman markazida joylashgan Yurt bayrog'i maydonida 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan gala konsert boshlandi. Tomoshabinlarimiz tayyormi? Qadrli yoshlar, bugun bayram sizlarniki. Butun Guliston tumani xalqi nomidan siz yoshlar kuni bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tadbirimizda 50 nafardan ziyod faol va tashabbuskor yoshlarimiz, tumanda yuqori natijalarni qayd etgan yoshlarimiz taqdirlanishdi. Guliston tumanida ajoyib bir konsert bo'lib o'tmoqda va men shu bayram munosabati bilan barcha yoshlarni bayram bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Raqamli avlod qizlari dasturi doirasida Xitoyga ta'lim sayohatini yutib, Xitoy Respublikasida bo'lib keldim. Va albatta mamlakatimiz bizga yaratgan ishonchini, bizga yaratgan imkoniyatlardan foydalanib, xalqimizning ishonchini oqlashda davom etamiz. Yoshlarimizga kelajakdagi albatta barcha erishgan orzu maqsadlariga to'g'ri rejalar, to'g'ri maqsadlar qo'yib erishishini tilab qolaman. Bayramingiz muborak bo'lsin. Elimiz suygan san'atkor Dostonbek Ergashevning tashxislari ham albatta ko'tarinki ruh bag'ishladi. Bundan yoshlarimiz ayniqsa juda ham xursand.